Cho'tdan yetdi. Men yaqinda uyga PlayStation oldim. Chunki bolaligimda mazza qilib o'ynamaganman. 35 yoshdan keyin odam o'ynab turish kerak PlayStation. Chunki qo'ldagi melka motorika Parkinsonni oldini oladi. Kanu xotira yomonlanish kasalligi bor demaydi u. O'shani nima qiladi? Kerak. Xullas shunaqa deb ishontirdim xotinni. O'ynayman. Bolaligimda mazza qilib o'ynamaganman. Chunki Counter Strike o'ynagan, o'tirishim bilan onam keladi yig'ishtirib, qahri qattiq bo'lasan. Mutum uni qahri qattiq siz bu so'zni qayerdan oldingiz? Bizning uyda yo'q edi-ku. Bu bitta o'qituvchi qo'shnimiz bor, o'shanda bo'lardi. Bu siz. O'shanda olib keldingizmi? Nima degani qahri qattiq? Hozir men ko'rsam qahri qattiq nima degani? Ha, bo'lib tushundim. Qahri qattiq bo'lasan, o'ynama. Bor undan ko'ra hovligacha qamakin xo'roz so'yapti, yordam berdi. Counter Strike qanchalik bag'ritosh qilmasin, biror marta terrorist o'ldirgandan keyin yarim soat kallasi yo'q yugurib yurmaganda. Ana uni kallasini olib qo'yib yuboradi, shakar olib keldi. Ketdi. Ana xo'roz kallasi yo'q, yugurib ketaveradi. Siz katta odam kallasi bor, Homo sapiens, ana uni ketdan yugurib yursiz. Menga Counter Strike meni bag'ritosh qilgan deb o'ylamayman, to'g'risi. Ну да, bo'lardi, ba'zan zaложникka по приколу atardim. U o'zi aydor, otasiz deydi. Senga o'q tegyapti, mi? Ko'cha tarbiyalaydi. O'g'il bola ko'chada ko'proq aylanish kerak. Ko'chada